Bilamanki, hozirgi paytda juda ham ko'pchilik qizlarimizdan, ya'ni opa-singillarimizdan muammosi bu ozish. Hammada problema ozish. Chunki hammani ishtahasi zo'r po'st yemasin, hamma shirinlik yeydi, fast food yeydi. Undan tashqari gazli napitkalar ichamiz. Mana o'zim ham chunki polniy napitkalar ichaman. Chunki yaxshi ko'raman. Qizlar ketish juda ham qiyin. Men sizlarni juda ham yaxshi tushunaman. Lekin juda ham ko'pchilik opa-singillarimda nima desam ekan, har xil dorilar ichadi, gormoniylar o'shandan o'ynab ketadi qizlar. Bular bilmasdan xohlagan odamlardan dorilarni sotib olib ichavermanglar. Gormonlarni o'ynatib yuboradi. Undan ko'ra natural narsalarni ichishni o'rganinglar. Ya'ni inildan masalan kokteyl bor, to'g'rimi? Kokteyl zo'r ozdiradi. Qani kokteylim mana. Mana bu zo'r kokteyl qizlar ertalab ichib olasizlar. Drain effekt bilan kokteyl shunaqa rezultati zo'r. Uni ichganlar biladi. Bunga dasha reklama ham shart emas. Qizlar natural narsa